Mavzu: qurilish chizmachiligi, bino planlari, fasad va qirqimlar. Fan: chizma geometriya va muhandislik grafikasi. Qurilish chizmachiligining mazmuni: qurilish chizmachiligi binolar va inshootlarning tuzilishi, o'lchamlari va joylashuvini grafik tasvirlar orqali ifodalovchi amaliy fan hisoblanadi. Bu yo'nalishda bino planlari, fasadlar, qirqimlar, konstruktiv elementlar hamda topografik chizmalarni qurish usullari o'rganiladi. Qurilish loyihalarini o'qish, chizilish va ishlab chiqarishda qo'llash uchun asosiy grafik hujjatlar aynan qurilish chizmachiligi asosida tayyorlanadi. Bino plani haqida tushuncha. Bino plani binoni deraza va eshiklarni kesib o'tuvchi gorizontal tekislik bilan qirqilganda hosil bo'ladigan tasvirdir. Tasvirning ustki, ya'ni tom qismi fikran olib tashlanadi va bino ichki tuzilishi gorizontal ko'rinishda chiziladi. Planda xonalar joylashuvi, devorlar qalinligi hamda asosiy o'lchamlar ko'rsatiladi. Planda ko'rsatiladigan ma'lumotlar. Planda quyidagi ma'lumotlar belgilanadi: tashqi va ichki devorlarning o'qlari va o'lchamlari, xonalar maydoni va nomlari, eshik va deraza joylashuvi va o'lchamlari, zinapoya va sanitariya jihozlari, qavat tartib raqamlari. Fasad haqida tushuncha. Fasad binoning tashqi ko'rinish tasviri. U plan va qirqim asosida chiziladi. Fasad turlari quyidagicha: old fasad asosiy ko'rinish, orqa fasad hovli tomoni, yon fasad chap va o'ng tomondan ko'rinish. Fasadda o'lchamlar asosan balandlik belgilarida ko'rsatiladi. Nol belgi pol yoki so'qil sathiga nisbatan olinadi. Yuqori qism musbat belgi bilan, past qismi esa manfiy belgi bilan belgilanadi. Qirqim haqida. Qirqim bino vertikal tekislik bilan kesilganda hosil bo'ladigan tasvirdir. Unda binoning ichki konstruksiyalari, poydevar chuqurligi, yopma va qavatlar oralig'i aniq ko'rsatiladi. Qirqim qurilish jarayonida eng muhim chizma sanaladi. Arxitektura va konstruktiv qirqim. Qirqim ikki ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi arxitektura yoki konturli qirqim. U umumiy tasavvur beradi, lekin konstruktiv elementlar to'la aks etmaydi. Ikkinchisi konstruktiv qirqim. Unda devor, yopma, tom va poydevor elementlari to'liq ko'rsatiladi va aynan qurilish ishlari shu chizma asosida amalga oshiriladi. Plan va qirqimni chizish ketma-ketligi. Bino o'qlari belgilanadi. Tashqi yuk ko'taruvchi devorlar chiziladi. Ichki devorlar va xonalar joylashtiriladi. Eshik va derazalar belgilanadi. O'lchamlar qo'yiladi. Zarur bo'lsa, ikkinchi qavat yoki qo'shimcha qirqim chiziladi.